Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Bugun sizga taqdim etadigan mashinamiz Rover M7 modeli bo'ladi. Keling, obzor qilib beraman qisqacha. Rover M7 modeli uzunligi 5 metr bo'lgan, eni esa 2 metr. Prям 2 metr eniga, uzunligi 5 metr. K5 Malibu 2 dan ham katta bo'lgan modelimiz. Ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Qanaqa agressiya. Bu premium komplektatsiyasi full bo'ladi. Bunda ketadigani bizga ham misol uchun farqlarini oq rangida ham ko'rsatganman. Unda komfortni tushuntirib berganman. Mana bu premium. 18 diskalik bo'ladi, litiy железо alyuminiy ko'rishingiz mumkin. Plus mashinamiz gibrid, ikkita dvigatel bilan jihozlangan. Hozir ko'rsataman mashinamizgacha. Mashinamizni qisqacha obzor qilamiz. Ikkita dvigatel bilan jihozlangan 1.5 atmosferli dvigatel. Buni ishi faqat tok ishlab chiqarish bo'ladi. Bundan tashqari mashinamizni g'ildiraklarini harakatlantiradigan elektrodvigatel. Buni ot kuchi 298 ta. Xato eshitmadingiz. Salkam 300 ta ot kuchiga ega bo'lgan elektrodvigatelimiz g'ildiraklarimizni aylantiradi. 609 soniyada 100 ga chiqadigan bu modelimiz. Rasxodga keladigan bo'lsak, 2,5 litr. Rasxodi 2,5 litr. Chunki benzinlik dvigatelimiz faqat tok ishlab turadi. Dvijok sifatida ishlab turadi, g'ildiraklarni esa elektrodvigatel aylantiradi. Logolarimizni yoqib o'chirib qo'ysa bo'ladi. Mashinamiz klirensi ham 16 sm bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Tagi Cobalt bilan bir xil bo'ladi. Tagi tegmaydi. Plus mashinamizda 540 gradus kamera jihozlangan. Birinchi komplektatsiyada ham, ikkinchi komplektatsiyada ham 540 gradus kamera mashinani tagigacha ko'rsatib beradi. Krugovoy obzor. Palosa ushlash sistemasi, avtotormojeniya sistemasidan tashqari mashinamizda ikkita lidar bor. Lidarimizning ishi nima qiladi? Palosa yo'q joyda polosani chizib ketadi hamda yo'lni skaner qilib balonlar o'zi kirib chiqadi yamalarga. Bu degani mashinamiz juda ham mexki degani. Bunaqa mexkisi hali yo'q. Li9 ni 2026 restylingida shunaqa elektron podveska bilan jihozlanyapti. O'rindiqlarimiz elektropaket, abduf, abagrev hamma narsa bor. Undan tashqari orqani ham ko'rsataman, mana kengligini ko'rishingiz mumkin. Даже orqada ham abagrevlarigacha bor, to'rttala sidenada. Orqa lidarimiz, mashinamiz 550 litr ob'yom bagaj. Juda ham keng, ikkita odam sig'adigan bagaji bor mashinamizda. Orqa ko'rinishini baho bering. Ko'rishingiz mumkin. Monoqos mashina yonadi, obmanka yo'q.